Buni qayerga qo'ysam ekan, kimdir ko'rib qolsa, lekin dabdalam chiqadi. Buni noqonuniyligini hamma bilsa agar, janob merga ham yetib borsa kerak. Yaxshisi mana shu uyimga kiritib yoshirib qo'yaman, ertaga keyin joylashtirib qo'yaman. Ertalab bo'lib ketibdi-yu. Men bo'lsa uxlab yotibman. Ertalabdan barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Jo'xa, Kaminay, Kamtarbek. Sizlarni yangi videoda ko'rib turibman. Sizlar esa meni ko'rib turibsizlar, lekin meni o'zimni ko'rib turmabsizlar, lekin o'zimni ko'rib turibsizlar. Elektr energiyasini tejamoqchi edim, xonani ichi qorong'i bo'lib qolar ekan. Mayli, bugun tejamaymiz. Bugun pulni xohlagancha olaversin, pul to'laymiz. Hozir poliz ekinlarni yig'ishtirishim kerak, lekin qishloqda juda ham tinchlik, bilmadim. Doim sarguzashtli voqealar bo'lib turardi. Atak polizimni kecha yig'ishtirgan esimdan chiqibdi aytgancha. Bu kim bo'ldi? Yangi ko'chib kelgan shekilli. Oldin bunaqa jetel yo'q edi bizning qishlog'imizda. Polizim buzib qo'ydi-ku, farosatsiz ekan. Tosh ot deydi, tosh otish kerak. Qalaysiz, qo'shnimisiz, kimsiz dey? Assalomu alaykum. Iltimos menga xalaqit qilmang, men shoshilyapman. Nimaga shoshilasiz? Shoshganlar haqida gapni eshitmaganmisiz? Nima deganing bu? Shunchaki aytdim qo'ydim-da, mana bu narsalaringizni olib qo'ying, menga berib qo'yibsiz ekan. Ber o'zimga. Men ketdim, meni ishim zarur. Qanaqa ish qilasiz, sir bo'lmasa agar? Ishing bo'lmasa, bo'pti, men ketdim. Qanaqa ish qilar ekan tushunmam. Qo'lida sandiqmi? Qanaqadir sandiqni olib o'rmonga qarab kirib ketdi. Obunachilar, sizlar tushundinglarmi? Men to'g'risini aytsam, вообще tushunganim yo'q. Shaxtaga kirib ketdimi, nima balo? Poliz ekinlarni hozir yig'ishtirgan, sirasi o'sib qoldimi? Demak, bu qanaqadir dori qo'shgan poliz ekinlariga bunaqa tez o'sishi uchun. Mayli, hozir poliz janob mer telefon qilyapti. Alo, eshitaman. Jo'xa, qayerdasan? Uyimdaman, janob mer. Tez yonimga kel. Mayli, hozir boryapman. Yaxshi, janob mer chaqiryapti. Demak, qanaqadir ish buyursa kerak har doimgidek. Boshqa ishlar jonimga tegib ketgan to'g'risi. Assalomu alaykum, janob mer. Va alaykum, keldingmi? Yo'q, kelganim yo'q. Doim shunaqa savol berasiz. Keldim, oldingizda turibman, ko'rmisiz? Bo'ldi. Seni uying yonida bitta yangi kapot stilidagi jetel ko'chib keldi, ko'rdingmi? Ko'rdim. O'sha menga qanaqadir shubhali tuyulyapti. Iltimos, o'shani kuzatgin. Bo'pti, kuzataman. Iloji bo'lsa kameralar o'rnatib, nima harakat qilyapti, hammasini to'g'ri kuzatish kerak, chunki qo'lida qanaqadir sirli narsalarni olib yuribdimi, bir tupchaklari kirib ketyaptimi? Bo'ldi janob mer, yest qilaman, o'zim cho'tki qilib kontrolga olaman. Siz xavotiringizni qilmang. Detektiv mode on qilaman hozir. Hamma joydan, qarochi, kuzatib chiqaman. Bu yerda aytgancha zakaz olib kelib beradigan bratan uyi qayerda edi? Ya'ni zakaz olib kelmasdi u. Shunchaki narsalar sotardi, zakazchi bratan emas. Mana shu bratan. Assalomu alaykum. Va alaykum, nima gap? Sizda kamera yo'qmi? Yo'q, menda hali kamera olib kelingan yo'q. Yoki mana buni olib ishlatib tursak bo'ladi o'zimniki. Mayli, rahmat. Ishlatib bo'lgandan keyin olib kelib beraman unda. Bo'pti. Rahmat sizga. Xo'p, juda ham yaxshi bo'ldi. Sotib o'tirmadim, shunchaki tekinga o'zinikini ishlatishga berib turdi. Juda ham saxiy jetel ekan, menga juda ham yoqdi. Peshonasini o'pib qo'yardim-ku, peshonasiga bo'yim yetmaydi. Jetellar bo'yimdan anchagina uzun. Xo'p, endi kamera qayerga o'rnatishni o'ylab ko'rish kerak. Iloji boricha uzoqroq qaytguncha pul berib kelayin. Shu tekin narsa baribir hech kimga nima desam ekan? Baribir tekin narsa nima desam ekan, gap kelmayapti. Xullas, tekin narsa bo'lmaydi-da. O'shaning uchun pulni berish kerak. Tekin osh. Qarochi bo'lmadi. Yeydigan gap topa olmayapman baribir. Hozir buni olib borib pulini berib qo'ysam yaxshi bo'lardi. Qaniydi bratan duya, mana shu tomonda ekan. Rostdan ham ana turibdi bratan. Aytib beraman, chunki norozi bo'lishi mumkin-da bratan. Bratan, mana pulni olib qo'ying siz, chunki norozi bo'lmasligingiz kerak. Ishlataversak bo'lmasmidi? Endi ishlatib baribir olib kelib beraman qaytarib. Bo'pti, mayli. Rahmat senga. Sizga ham kattakon rahmat, lekin mana eshigingiz dabdala eshik ekan, bildingizmi? O'zi almashtirmoqchi edim. Mayli, almashtirib qo'ying. Hozir o'sha jetelni uyning atrofiga mana shu kameralarni o'rnatib chiqaman. Qanaqa tartibda o'rnatib chiqishni hali o'ylab ko'rganim yo'q, chunki uyga hali kelganim yo'q. Mashina bu aytgancha meni qo'shnim, avvalgi qo'shnimning mashinasi, yangi ko'chib kelgan qo'shnim menimcha arendaga kelgan bo'lsa kerak, ya'ni kvartira-yu bu. Tekinga bermaydi, aytgancha tekinga mushuk oftobga chiqmaydi deydi-yu. Pul to'lab o'sha kunlikmi, oylikmi yashasa kerak-da. O'zi qo'shnimda uyi ko'p, boshqa uyda yashaydi o'zi. Bu qo'shnim esa yangi qo'shni, uyning ichiga ham o'rnatib ketayin. Uyning ichiga o'rnatmayman ekan. Mayli, uyning ichiga bitta ko'rinmas qilib, bilinmas qilib o'rnatib qo'yamiz. Bo'ldi, mana o'rnatildi. Qanday bo'ladi bu qani? O'rnatilibdi rostdan ham. Hozir ko'rish kerak, mana kamera ishlayapti-da. Rostdan ham. Endi qolganini tashqari tarafdan ko'rinadigan qilib o'rnatib chiqishim kerak. Nima ish qilayotganini bilish uchun albatta.
Xo'p, mana bu daraxtga o'rnatib qo'ysammikin, ko'rinib turar ekan kakras. Daraxtga o'rnatamiz. Yana bitta kamerani qayergadir o'rnatish kerak. 3-kamera ishlayapti. Mana men ko'ryapsizlarmi? Turibman. Xo'p, endi oxirgi kamerani qayoqqa o'rnatsam bo'ladi? O'zimni uyim tomonga o'rnatib qo'yaymikan? Hamma joy ko'rinadi o'zimni uyimdan. Da, rostdan mana shu yerga o'rnatib qo'ysam bo'lar ekan. Takoy 4-kamera ishga tushdi. Xo'p, endi uydan o'tirib, kuzatib o'tirsam bo'ladi. Mana bu kamera. Hozir u o'rmonga kirib ketgandi. Nima uchun kirib ketgani esa menga vobsheda qorong'u. Dahshat kamera 360 gradusga aylanib hamma joyda ko'rsa bo'ladi. Nima ish qilyapti, nima qilmoqchi, nima bo'lyapti qishloqda, hammasini bilib ko'rib turaman. Qishloqda o'zim ko'z quloq bo'lib tursam bo'ladi-da. Mana uyimdan ko'rinishi juda ham zo'r. Kakras o'zi uyimga o'g'ri tushadimi, boshqa bo'ladimi, ko'rib o'tirsam bo'ladi. Juda ham takoy bo'ldi. Yaxshi. Xavfsizlik bo'yicha o'zim detektivlik qilsam ham bo'laveradi. Bilasizlar, o'zi politsiyada ishlaganman avval. Hozir esa mana shunaqangi janob mer buyruqlarini bajarish bilan ovvoraman. Tak, hozir bir ikkita narsalar tosh bilan daraxt yig'ib kelishim kerak edi, chunki janob mer aytgandi menga olib kelib qo'ysang, keyin nimadir qurilish qurasan degandi, lekin nima qurilishligini aytmagandi. Bilmadim. Mana bu yerda ko'mir bor ekan. Kakras o'zi ko'mir kerak edi, chunki bilasizlar, atrof to'la qo'y, mol, o'shalarni olib kelib pishirib, maza qilib yeb o'tirish kerak, shashlik tayyorlash kerak, qozon kabob degandek maza qilib xullas yeyish kerak. Oho, ko'mirlar juda ham ko'p ekan. Bu yerda ko'mir konini yaratish kerak, ko'mir shaxtasini va juda ham takoy bo'ladi hammasi. Mana shunaqangi biznes g'oyalarni o'ylab topaveraman, lekin sarmoya yo'q-da. Sarmoya bo'lsa ekan, rivojlantirib turib qishloqda biznesmen bo'lib ketsam, katta-katta uylarim, katta-katta mashinalarim bo'lsa, undan zo'r bo'lmaydi. O'zingizlar bilasizlar. Hamma ham boy bo'lishni xohlaydi. Hamma ham zo'r bo'lib ketishdi. BMW, Mercedes minib yurishni xohlaydi-da. Shu qatorda men ham xohlayman. Tak bo'ldi. Ana endi toshab o'tirmayman, ko'mir kerak ekan. O'zi anchagina ko'mir oldim. To'xtaylar-da. Ana u jetel adashmasam uyida bo'lsa kerak. Hozir tekshirib ko'raman, chunki uyida ko'rgandek bo'ldim. Uzoqroqdan borib ko'rish kerak ekan. Hozir janob merga mana ko'mirlarni topshirib kelay, chunki yoki men berga topshirib, mana shu brat olsa kerak ko'mirni. Bratan, yaxshimisiz? Yana keldim. Ha, nima gap? Ko'mirlarni oling, menga pul kerak edi. Rahmat, bo'pti. Yana bo'lsa olib kel, olaman. Nima qilasiz bo'lmasa buncha ko'mirni? Sendan olgan pulimni ustiga pul qo'shib sotaman, tushundingmi? Tushunarli. Lekin menga kam pul berdingiz. To'xtab tur bo'lmasa, mana izimrud bo'ladimi? Kakras o'zi izimrud kerak. Chunki qishlog'imizda izimrud bilan savdo bo'ladi-yu o'zi. Juda ham ajoyib. Dollar bilan savdo faqat shaharda bo'ladi. Shaharga ko'chib ketsammikin yaqin orada. Da, rostdan ham ko'chib ketadiganga o'xshayapman bu ketishda. Assalomu alaykum. Va alaykum, nima gap? Kompyuter o'ynamoqchi edim. O'ynamayli. Lekin to'g'risini aytsam hozir o'ynagim kelmayapti. Izdivosga qilyapsanmi odamni? Yo'q, kechirasiz, izdivosga qilganim yo'q, hazillashdim shunchaki. Ana u jetel uyiga keldim ekan, kuzatishim kerak. Lekin o'rmon kirib ketgandan beri hali ham qaytib kelganini ko'rganim yo'q. Hozir borib kameradan kuzataman. Rostdan ham agar nimadir noto'g'ri harakat qilayotgan bo'lsa, uni qamab qo'yish kerakmikan? Qani edi kamera? Mana izimrudlarni qayerga solib qo'ysam bo'ladi izimrudlarni. O'zim sirli joyim, pechkaga solib qo'yamiz, mayli nechivo. Pechka ikkinchi qatoriga solib qo'ysam bo'ladi, mana. O'zi umuman olganda shu pechkani ichida xavfsiz turadi. Chunki o'g'ri kelsa ham shunday qarang, pechkani ichidan pulni olmaydi-da. Qiziqmasda pechka. Telefonim kelyaptimi? Alo, telefon emas ekan, kamera. Kamera ishlab ketibdi. Mana qo'shnim kelibdi. Qo'y. Bo'ldi, ko'rmadi shekilli. Agar ko'rganda bormidi, sezib qolardi. Hozir kameradan kuzataymikan, uyiga borib kuzataymikan. Hozir kameradan kuzataman, yaxshisi o'yin ichini. Mana sandiqni olib kelib shu yerga qo'yibdi. Tak, sandiqning ichida nima bor ekan? Yashiryapti nimadir narsalarni. Tak, hozir borib bilib kelishim kerak. Qayergadir chiqib ketdi, o'rmonga ketdimi, orqasidan borayinchi, yo xonasidagi sandiqni avval ko'rib olish kerak, ichida nima bor ekan. Namuncha qurol ko'p bu yerda. Tushunmadim. Demak, nimadir boshlagan. Hozir undan so'rab olaman. Kakras quroldan foydalanishni bilaman. Mana shu qurol bilan qo'rqitaymikan, o'zini quroli bilan. O'q-dorilar bormikan? Bor ekan o'q-dorisi. Qo'y, to'xta. Nimaga meni qurollarimga tegayapsan? Sen axir bu qurollarni qayerdan olding? To'g'risini aytsam, men qurol sotuvchisiman. Qishloqda qurol sotish noqonuniy ekan, lekin men sotmoqchi edim. O'shaning uchun hech kimga bildirmay sotishga urinayotgandim. Seni bu qilayotgan ishing uchun janob merga aytib beraman. Iltimos, janob merga aytma. Nima uchun aytmay? Shunchaki aytma, iltimos.
Yo'q, seni aytishim kerak, axir sen noqonuniy ish qilyapsan-ku. Aytmasang zo'r ish bo'ladi, men senga qurol beradim tekinga. Sen menga pora taklif qilmoqchimisan? Ha, shunaqa. Yo'q, bu qilgan ishing seni yana battar noto'g'ri. Unda shunchaki bitta qurol senga sovg'a qilaman. Sovg'a qilmoqchimisan? Ha, sovg'a qilaman. Bitta o'q-dorini miyangga sovg'a qilib yuboraymi? Yo, bo'ldi, tushundim. Shunchaki qurollarni mayli sotmayman. Bo'pti, sotmayman. Joyiga qo'yib olib ketaman. Yaxshi, agar sotadigan bo'lsang qarada, lekin seni janob merga yoki boshqa politsiya organlariga aytib bersam, qamab qo'yishadi olib borib seni. Uzr, bo'ldi, sotmayman dedi bu. Sotib ko'rchi, hozir bu yerdan bitta qimmatrog'idan olib olayin, olib borib janob merga ko'rsataman, shunaqa qurollar sotar ekan, shunaqa qurollari bor ekan deyman. Keyin seni badara qilamiz qishloqdan. Bo'pti, men ketdim, qarochi. Qayoqqa ketyapsan? O'rmondagi qurollarimni olib kelaman. Nima uchun? O'zing aytding-ku, musodara qilinadi deb. Birdaniga hammasini musodara qilinglar unda. Bo'pti, yaxshi bo'ldi, juda ham ajoyib. Hammasini birdaniga musodara qilamiz. Hozir bularni olib borib uyimga qo'yib turayinchi, ertaga keyin janob merga olib borib topshiraman. Bu qurollar juda ham xavfli qurollar ekan. Agar mana bu portlatib tashlar ekan hamma yo'g'ini. Bu quroldan agar kimdir noto'g'ri foydalanib qo'ysa, butun qishloqni portlatib yuborishi mumkin. Noqonuniy qurollarni albatta yo'q qilish kerak hammasini. Bo'ldi, bu ishni olib qo'yaman. Endi esa bu qurollarni qayerga saqlasam bo'ladi? Mana shu yerga saqlab qo'yaman. Ertalab uxlab turganimdan so'ng janob merga borib ko'rsataman. Keyin o'sha yetilda yo qamaymiz, yo nima qilishimiz mumkin boshqa yana. Nimadir xullas chora ko'ramiz. Polzekinlarimni qaranglar, ertalab pishmagani kechasi pishibdi. Endi nayloj kechasi bo'lsa ham yig'ishtirib qo'yishim kerak, chunki ertalabdan janob merga birdan qurollarni olib borgan vaqtim solg'am to'lab kelaman. Ikkitasi birda bo'ladi. Ikkita ishni bir ish qilib yuboraman, juda ham takoy bo'laman, mehnatkash bo'laman. O'zi shunaqa hamma ishlarni shunaqa tez bitkazib yuboradigan. Bo'ldi, kartoshkalarni ekaman. Keyingi qatorda sabzi va bug'doylarni ham ekib tashlash kerak. Qancha tez bitkazsam любой ishlarni shunchalik keyingi ishga tezroq o'tishimga podдержка bo'ladi. Sizlar ham mana shunaqangi bitta ishni tez bajarsanglar, ikkinchi ishga o'tishinglar oson bo'ladi.